Assalomu alaykum. Mana navbatdagi chaqiriq bo'yicha kelgandik. Sirg'ali tumani Sputnik 16 yo'ldosh 16 qanaqasi mavzuga kelganmiz. Xo'p, chaqiriq bo'yicha Victoria kontrolli ish qozonimiz bu yerda bo'layotgan holat tablo qismi yonmayotgan, hech narsa reaksiya bermayotgan, o'chib qolgandi. Keldik, tekshirdik. Tekshirganimizda platadan kamchilik chiqdi. Buni platasini olib ketib, remont qildik va oldi paneli ishdan chiqqani hisobiga boshqa panel qo'yib berdik. Boya panel topdik. Yo'ldamasmi? Xo'p. Boshqa yangi mana platasi panel qismini qo'yib berdik. Hozir ishlatib bera olamiz, xudo xolasa. Ishlashlari yaxshi. Radiatorlar ham qisilgan, xudo xolasa. Hozir mijozimiz o'zlari ham yetildi. Oke, yaxshimi isitishlari? Yaxshi. Oldingidan Yaxshi. Bular shunaqa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilishsa bo'ladi. 24 xizmatlarimiz butun Toshkent bo'ylab. Salomat bo'ling. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Shunaqa.